Tak, hurmatli kuzatuvchilar, 2-yanvar 2026-yil tak navbatdagi domimiz chiqib turibdi. Mazal tushirsak, bu yoq uyimiz tak internat maktab, bansiyaga o'tishda, bu yog'imiz kelo bu yoq. Bu yog'imiz Nurbekning Abdulxonaning orqa yog'i desak bo'ladi. Tak, bu yerdagi birinchi etajda 105 kvadrat uyimiz chiqib turibdi. Shaxsiy o'zining otizi bor. Shaxsiy kanalizatsiyasi, menga stoyankasi ham mavjud bor. Ichkariga ko'rsatamiz, yuring. Kladovkasi bor, shaxsiy maxsus ichkarida ko'rsatib. Kladovkam отдельный lyustralar bilan remont etilgan, aboydan chiqqan chotki. Hozir ichkarida ko'rsatamiz, yuring bu qadar. Mana uyimizga kirish desak ham bo'ladi. Bu dom desangiz domga o'xshamaydi. Kirgandan qarab, kirgandan parda qo'yibdi mana. Podezga mintib kirgan yerga oyoq chechib qo'ydim. Bizlar podez ko'rmadik lekin. Bu podez shu gurlan bo'yicha birinchi o'rinda turibdi. Menimcha vaqti endi Slavira nodiraq bo'lishi mumkin, lekin yo'q, gurlan urganishda yo'q podezga oyoq chechib kirish. Ta uyimiz bilan xonadonni ko'rsangiz, yaqinda komfort remont etilgan, Euro remont, umuman yashalmagan yil bu. Bu yog'imizni ko'rsating. Tak, vanna sanuzel. Bu ham taxlangan polni. Bu yog'imiz bilan spalni bir ham ko'rsatib o'ting. Tak, bu yog'imizda bitta zali bor, chotki keng olingan. Bu yoqlarimizdan polni patologimiz, lyustramiz chotki taxlangan uy lekin. Bu yog'imizda yana bitta spalni, bu yog'imizda yana bitta spalni. İçində polni hamma mebelari bor desak ham bo'ladi. 1, 2, 3 shunda bu yoq 4 xonali dom desak bo'ladi. Bunda ham ko'hnazam mana keng olingan meda choy jaton yeri, bu yoqda kuxinni mebeli, gaz plitasi, moyka hamma mavjud bor. Uyimizning muhimi narxi 445 million so'm. Kreditga olgan bo'lsangiz 245 million bilan kreditga chiqadi. 200 million, 220 million bank kredit beradi. Oylik to'lov taxminan 5 million, 5,5 milliondan tushadi. Uyimizning gaz, suv, kanalizatsiya hech yerda muammo yo'q. Yep-yangi remont bo'lgan, hech kim yashamagan. Wi-Fi ham bor, aynag'anda garaj ham bor. Yuring ko'rsatib o'tamiz. Uyimiz bilan buyog'inam, u yog'inam polni uyda etib remont etib tashlagan. Tarnovlar ham toza qo'ygan, sheferlarni ham uzatgan 70-80%. Kek. Bu yog'inda mana prixoshkasi. Mana konteyner ham shu uyning hisobida belgada konteyner liboyach qo'ysangiz bo'ladi. Garaj. Mida garajni ko'rsatib o'tamiz hozir. Endi garaj, sklad, ustaxona etib qo'ygan bu yerda. Bu ham mana polni foydalansangiz bo'ladi. Yozgi garaj, siz ham ustaxona eting, polni yozda o'tiradigan yer. Polni taxlasangiz komfort chekishda uydan kam yo'q. Gurlan, Pashti Center markazida dom sotiladi. 105 kvadrat. Bemalol murojaat qilasiz. Telefonlaringizga javob beramiz.